Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar uchun yana bir qulay bo'lgan xonadonimiz sotilmoqda. Xonadonimiz Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida joylashgan. Sariosiyo tumani Xalqobod mahallasi, Jonbaxt ko'chasining 23-uyi hisoblanadi. Hamma sharoitlari bor. Umumiy sotiqi 10 sotiqdan iborat. 20 sotiqdan iborat va 10 sotiqi sotiladi. Qolgan kelishilsa, u qolgan 10 sotiqi ham sotiladi. 10 sotig'i uy tomoni sotilmoqda. Molxona, tovuqxona, yana boshqa nimalari hammasi bor. Kuxnyalari, umumiy xonalar 4 xonadan iborat va gaz, svet, suv hammasi bor. Sharoitlar, oqma gazi bor. Undan muammo yo'q. Bemalol ekranlaringizda ko'rib turgan telefon raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. 99 kodi bilan 892 15 58. Videoda ko'rib turibsiz. Mana aka umumiy ko'rinishini yo'lda bo'yida joylashgan bu uyimiz. Juda ham shinaygina. Narxini esa kelishilgan holda beriladi. Bemalol ekranlaringizga telefon qilib nomerga bilib olishingiz mumkin narxini ham. Uy shinamgina, narxi unchalik qimmat emas deyishyapti. Bemalol arzonroq beramiz deyishyapti egalari. Bemalol ekranlaringizdagi telefon nomerlariga bog'lanishingiz mumkin. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Xalqobod mahallasining Jonbaxt ko'chasi 23-uy sotilmoqda.